qiziqarli bankomat o'yinidan foydalanib, o'tilgan mavzularni mustahkamlaymiz. Bu yerda, mana bu yerda plastik karta vazifasini bajaruvchi savollar kartochkasi, bu yerda esa sizga rahbar, smaylikchalar, ya'ni his tuyg'u belgilari berilgan. Mana bu yerdagi savollarga to'g'ri javob bergan o'quvchi rahbar kartochkasini oladi. Tushunarli? Demak, fariza qilib chiqing. Xo'sh, savolimiz qanday ekan? Siz turkularni ayting. Ot, sifat, son fe'l. Ot, sifat, son fe'l. Barakallah. Demak, rag'batimiz ushlang. Rag'batimizni oldik. Barakallah, o'tiramiz. Shaxs otlarga qaysi savollar beramiz? Xo'sh, shaxs otlarga qaysi savol berar ekanmiz? Kim ko'plikda bo'lsa-chi? Kimlar? Kimlar? Barakallah. Demak, rag'batimizni olamiz. Yaxshi. Keyingisi Sho'xjahon chiqing. Savolimiz Shaxs nomiga misol ayting. Barakallah. Shaxs nomiga misol aytamiz. Qani? Shaxs nomiga Men darsning boshida shuni tushuntirdim. Atoqli otlar va turdosh otlar deb tushuntirdim. Yo'q. Ism Mahfuza. Farqli ravishda, lekin rag'bat kartochkasini bera olmayman. Keyingisi o'qing. Shaxs otiga misol Ayting. Keyingisi. Narsa otiga misol. Xo'sh. Mushuk. Narsa oti, hayvonot deyotganimiz yo'q. Narsa oti. Gul, barakallah. Yana Qalam. qalam, ruchka, barakallah. O'tiramiz. Transport nomlariga misol. Xo'sh, transport nomlariga misol aytamiz. Mashina. Transport otlari deyotganimiz yo'q, transport nomlari deyapmiz. Nomlar qanaqa yozilar edi? Katta harf bilan yozilar edi. Transportlarni nomlashimiz mumkin-ku, masalan, Matiz, Jiguli. Sizga ham rag'bat bera olmaymiz. Chiqing gapirib. Anjomlariga misollar aytamiz. Qani? Uy anjomlari nimalar ko'z oldimizga kelyapti? Cho'qin-cho'qin bo'ling. Qo'shiq. Uy anjomlari. Oshxonani sutding. Umuman uyni qo'shiq bu anjomga kiradimi yoki yo'qmi? Kiradi. Yana boshqa misollar.